O'yini o'zgargan Husanovni Chempionlar Ligasidagi harakatlar qanday baholandi? Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Yaqin daqiqalar ichida siz bilan Ekstra Sport kanali. Videolarimizga like bosib, bizni qo'llab-quvvatlayotgan barchaga rahmat. Aynan sizni qo'llab-quvvatlashlaringiz tufayli biz ishlashda davom etamiz. Demak, bugungi dasturimizni boshladim. Bugungi dasturimiz homiysi sizlarga katta bonuslarni taklif qiladi. Ekstra Sport promo kodi bilan ro'yxatda o'tsangiz 3 million so'mgacha bonusni qo'lga kiritasiz. Hoziroq kommentariyadagi havola orqali ro'yxatdan o'ting va o'z bonusingizni qo'lga kiriting. Yevropa Chempionlar Ligasi umumiy bosqichining oxirgi 8-turida Manchester City o'z maydonida Turkiyaning amaldagi chempioni Galatasaray bilan kuch sinashdi. Uchrashuvda Erling Haaland va Ryan Cherki tomonidan kiritilgan gollar evaziga 2-0 hisobda g'alaba qozongan shaharliklar musobaqa jadvaliga 8-o'rinni egallab, to'g'ridan-to'g'ri 1-8 finalga yo'l oldi. O'zbekiston milliy terma jamoasi himoyachisi Abduqodir Husanov muhim bahsda to'liq harakat qilib, Galatasaray hujumchilarini Jalla Donnarumma darvozasiga gol solishga yo'l qo'ymadi. Nufuzli manba City Extra sayti ekspertlari Manchester City futbolchilarining harakatlarini quyidagicha baholadi. Jalla Donnarumma 7 ball, Osimhen uni 3 bor sinab ko'rdi. Avval yaqin burchakka zarba berdi. Keyin esa ikkinchi bo'limda bosh bilan berilgan 2 zarba orqali o'yin davomida u birinchi tekinishdan yo'llagan kuchli zarbani ham qaytarib darvozasini daxlsiz saqlab qoldi. Matias Nunes 6,5 ball. O'yin boshida u xavfli jarima zarbasini muvaffaqiyatli qaytardi va o'ng qanotda yaxshi harakat qildi. Har hafta o'tgani sari u faqat yaxshilanib borayotgandek tuyuldi. Abduqodir Husanov 6,5 ball. Abduqodir City safida qancha ko'p o'ynasa, shuncha ishonchni orttirib borayotganini va harakatlari sayqallashayotganini ochiq ko'rinib turibdi. Yevropa Chempionlar Ligasi doirasidagi bu gal uchrashuvda Husanov butun maydon bo'ylab uzun paslar tarqaldi. Oldingi haftalarda esa uning o'yinlarida kuzatilgan ikkilanishlar butunlay bartaraf etilgani namoyish bo'ldi. Bu esa juda yaxshi xususiyat. Nathan Ake 5,5 ball. Ba'zi vaziyatlarda to'pni yo'qotdi va ayrim holatlarda yaxshiroq o'ynash ham mumkin edi. Biroq boshqa tomondan u muhim lahzalarda o'yinga aralashdi va himoyaning yuqori chizig'ini yaxshi ushlab turdi. Ryan Aytnuri 6,5, Bernardo Silva 5 ball, Nico Reilly 6 ball, Ryan Cherki 7 ball, Umar Marmush 5,5 ball, Jeremy Doku 8 ball, Erling Haaland 7,5 ball. Qadrli do'stlar, siz kecha Manchester City'ning o'yinini tomosha qildingizmi? Unda Abduqodir Husanov o'yiniga qanday baho berasiz? Albatta fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Videoga like bosib ketishni unutmang. Kelasi dasturlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.